Toshkent shahar Chilonzor tumani Novza metro yaqin bo'lgan xonadonimizga keldik. Bu uyimizda 6 sotuv, 9 ta xona, 4 ta sanuzel. Ko'rishingiz mumkin bu yerda mana bemalol 2 ta mashina sig'adi. Darvoza avtomat ochilib yopiladigan. Bu yerda mana bizda zeleniy zona qilib joy qoldirilgan. Mana bu uyimizning fasad ko'rinishi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Orqasida joy qoldirilgan, aylanib da o'tsa bo'ladi. Bu uyimiz zo'r, sifat va yaxshi qurilgan. Mahallasi ham yaxshi, kattagina, metroga yaqin joy. Ko'ringlar, narxini oxirida aytaman. Mana bu yerda shunaqa yozgi shunaqa qilib kichkina joy qoldirilgan. Bu yerda bizda sanuzel. Va aytgandek, uy orqasidan aylanib o'tsa bo'ladi. Podvolga bu yerdan ham tushsa bo'ladi, uy ichidan ham tushsa bo'ladi. Bu yerda bizda hol. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamiz ham kattagina. Bu yerda sanuzel. Bizda bitta xona. Bitta bizda zal. Zal ko'ryapti, mana kattagina. Mehmondorchilik bo'lsa ham ancha odam sig'adi. Podvolni boshlasak. Bitta mana bitta xonamiz bor. Bitta kladovka. Вот тут котельня. Вот тут biz aytgandek, ko'chadan ham podvolga tushsa bo'ladi. Bu kladovka. Bu bizda ham xona. Bitta mana televizor qo'yib, katta televizor. Divan qo'ysa, katta kinoteatrning zal bo'ladi. O'tda yana bitta xona bor. Bizda ikkinchi etaj ko'rinishi. Bu yerdan boshlasak. Bu bitta xona mana. Sanuzel. Bitta kladovka. Bitta xona bizda. Sanuzel ko'rayotgan bo'lsanglar. Bitta xona bizda.
chiqdi, yana bitta xona. Biz bu uyimizga 500 ming so'raymiz.